Flamingo'dan keyin o'zimizning yana bir xalq kuylarimizga tushadigan 8 dan 7 udardagi eng murakkab bo'lgan Yarkilamsan baraymu degan naqshininki udari. Elish usuli, pas urush usuli, ha? Bunun elish usulimi intan oddiy. Muzikani qo'yib, shu udarga tushirib, udar sezimni biz oldingi darslarda shu to'g'riliq bir tushuncha berilib bo'ldi-da. Shoma keyingida endi oddiy bo'ladi demoqchi. Ta ta dum dum ta ta dum ta ta dum dum ta. Oldingi darslarda men g'ingshish eng muhim degan. Chunki bu g'ingshish orqali meyli pasni g'ingshili, meyli naqshini g'ingshili, meyli dumbaqni ovozni g'ingshili, meyli nimani g'ingshili bu bizni muzik sezimimizni oshiradi. Ritmimizni tangshaydi. Dum ta ta dum dum ta ta dum ta ta dum dum ta ta dum ta ta. Yani buni so'rashinglar mumkin. Avval 5 nurman mumkin transfer bo'yicha deb bersangiz deb. Bu ilham. Bu ganjo bilan keladi. Bargiz 5 3 2 1 3 4 5 7 8 9 10 emas. Mush klipni chiqarib tashlab etinglar, kallanglardan chiqarib ko'rib tashlab etinglar. Mush gap cho'qim quloq tutulsin. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 kallanglardan chiqarsin. Bütün müzik sezimiga akirimiz o'zimizni. Chunki biz kelgusi cho'qim taraqqiy qilamiz. Cho'ng-cho'ng ustozlarning oldiga boramiz. Bu holatda to'xtab qolmaymiz. U chaqda kallimiz yana shu sansifirga ko'nab qoladi. Biz o'zimizni shu sansifirlardan qutuldirib chiqishimiz kerak. Eng muhimi shu udar sezim. Udardan chiqib ketmasaklar, shu udarning ichida chalsaqlar, mayli men 5 ni alamdim, 4 ni alamdim, 6 ni alamdim. Üstü kuchlar bir boshbarim mas'ul bo'lgan ekan, qaysini desam bu deyverdim. Endi buniki pas urush usuli intayin oddiy. Dum ta ta dum dum ta ta dum ta ta dum dum ta. Endi beshidagi o'rtaq paslarimiz qaraganda sal murakkabroq bo'lg'ashqa keyinroq yo'lladim. Chunki biz oldidagi mashqlarni qilib bo'lganligimiz uchun asosan bu qiyinchilik yo'q. Chunki kesishlarni yoki endi buni 1 2 3 4 deb bo'lak ayirishning o'rni yo'q. Chunki muzik sezimimiz eshib bo'ldi deb o'ylayman. Ko'pinchamiz tirishdik. Noldan boshlab mushtari kagicha.抖音